Buni qara, aytsam ishonmaysan. Qani aytchi. Tovuqlarning ota-bobosi dinozavrlar bo'lgan ekan. Adashmayapsanmi? Bu olimlar tomonidan isbotlangan fakt. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Ey, oldindachi bundan ham qiziqarlilar bor. Unda boshlaymiz. Hammaga salom do'stlar. Salom, salom. Muhim yangiliklarni boshlaymiz. Bugungi ko'rsatuvda tomosha qiling. Eng birinchi elektron kitobni kim yozgan? Uchar mashinada parvoz qilishni istaysizmi? Xalqaro video o'yinlar kuni haqida eshitganmisiz? Ob-havo yangiliklari bilan tanishamiz. Barchasi haqida dasturimiz davomida bilib olasiz. Imona, video o'yinlarini o'ynashga qiziqasanmi? Ozma-oz nega so'rading? Malika xalqaro video o'yinlar kuni haqida reportaj tayyorlagan. Unda birgalikda tomosha qilamiz. Hammaga salom. Iyun oyining birinchi yarmida Butunjahon o'yinlar kuni nishonlanadi. Turli xil yoshlarga mo'ljallangan o'yinlar juda ko'p. Bugun sizlar bilan video o'yinlar haqida gaplashamiz. Aytgancha, xalqaro video o'yinlar kuni ham bor. Oddiy hobbidan interaktiv mashg'ulotga aylangan bu kunning tarixi 1972-yilda uyda televizorga ulab o'ynaladigan ilk video o'yin paydo bo'lganidan boshlangan. Bayram rasmiy maqomga ega bo'lmasa-da, u minglab geymerlar, dasturchilar va video o'yin ishqibozlarini birlashtiradi. Eng birinchi video o'yin qurilmasining yog'och qutiga o'xshash korpusi va televizor ekrani uchun plastmas qoplamalari bo'lgan. U oq-qora tasvirdan iborat bo'lib, ping-pong kabi o'yinlarni o'ynash mumkin bo'lgan. Shunisi qiziqki, video o'yinlar shaxsiy kompyuterlardan oldin paydo bo'lgan. Dastlab ular eksperimental elektron tizimlar asosida yaratilgan. 1970-yilga kelib, o'yin avtomatlari paydo bo'lgach, video o'yinlarga bo'lgan qiziqish yana ham ortgan. Oddiy so'z bilan aytganda, video o'yin bu o'yin maqsadlari uchun yaratilgan maxsus dastur. Ilgari video o'yinlar shunchaki hobbi hisoblangan. Hozirda esa zamonaviy video o'yinlar ijodkorlik, strategik fikrlash va jamoa bo'lib harakat qilish tushunchasini shakllantirishga xizmat qiladi. Nima deb o'ylaysiz? Video o'yin yaratish osonmi? Keling, mutaxassisdan so'raymiz. Kompyuter va video o'yinlar juda ham murakkab dastur hisoblanadi. O'yinda xatoliklar yoki nosozliklar, grafika bilan bog'liq yoki boshqarish bilan bog'liq xatoliklar bo'lmasligi uchun bizani QA mutaxassislar o'yinchilar uchun zavq berish uchun va o'yin qotib qolib yoki chiqib ketmasligi uchun harakat qilishadi va QA mutaxassislar tekshirilmagan o'yinni tayyor hisoblanmaydi. Shuning uchun ular tayyor holatga kelguncha testdan o'tkazishadi. O'yinlarni testdan o'tkazish juda ham murakkab jarayon hisoblanadi. QA mutaxassislar bu faqat o'ynab o'tirmaydi, balki oldindan reja qilinadi. Qayerda qanday tekshiruvdan o'tkazish kerak, grafika bilan bog'liq yoki boshqaruv bilan bog'liq yoki bo'lmasam ovoz, tovush bilan bog'liq bo'lgan har bir jarayonni yozib borishadi. Undan tashqari, masalan, internet o'chib qolishi bor, yo bo'lmasa o'yindan chiqib ketib qolishi bor. Unday vaziyatlarda o'yinimiz qanday javob beradi o'yinchilarga? Noodatiy bo'lgan tadqiqot ham qilishadi. Masalan, aytaylik, o'yinda siz qaysidir vazifani bajaryapsiz. Vazifangiz masalan to'g'ri bajarayotgan bo'lsangiz, xato bo'lmasligi mumkin. Lekin vazifadan tashqariga chiqadigan bo'lsangiz, xato bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun har bir burchakni sinchkovlik bilan QA mutaxassislarimiz tekshirib chiqishadi. Shu bilan o'yinni qanchalik to'g'ri ishlashiga yordam berishadi. Olimlar me'yorida video o'yin o'ynash tez va to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi deyishadi. Agarda siz ham video o'yinlarga qiziqsangiz, maktabda a'lo baholarga o'qing. Yangi g'oyalar o'ylab toping va ularni amalga oshirishdan cho'chimang. Biz yana ko'rishamiz. Har kuni 5 sahifa kitob o'qisang, bu odatga aylanar ekan. Menga ko'proq elektron kitob o'qish yoqadi. Elektron kitob qachon paydo bo'lganini bilasanmi? Shunisini bilmas ekanman. Hozir bilib olamiz. Qachon, qanday qilib? Salom do'stlar. Bugun bir ajoyib kitobni o'qishni boshladim. Internetda o'tirsam, chiqib qoldi. Tez yuklab oldim. Sarguzashtlar haqida ekan. Mazza qilib o'qiyapman. Siz ham elektron kitob o'qiysizmi?
Shu narsani o'ylab topgan odam juda ham aqlli ekan. To'xtang, elektron kitoblarni kim, qachon o'ylab topgandi? Sizga ham qiziqmi? Birgalikda bilib olamiz. Bugun elektron kitoblar odatiy narsadek tuyuladi. Yuklab olasiz, planshet yoki telefoningizda ochasiz va o'qiysiz. Ammo qachonlardir kitoblar faqat qog'oz shaklida bo'lgan va ekrandan kitob o'qish g'alati tuyulardi. Elektron kitoblar tarixi kecha emas, u siz o'ylaganingizdan ham ancha oldin boshlangan. Kitobni qog'ozsiz shaklni yaratishga bo'lgan birinchi urinish 1971-yilda Michael Hart tomonidan amalga oshirilgan. U universitetdagi katta kompyuterdan foydalanish huquqini qo'lga kiritadi va hisob-kitoblar o'rniga undan matnlarni saqlash uchun foydalanishga qaror qiladi. Shunday qilib, u birinchi elektron kitob AQSh mustaqillik deklaratsiyasini qurilma xotirasiga kiritdi. Bu shunchaki tajriba edi, lekin u birinchi elektron kitoblar kutubxonasi Gutenberg loyihasiga asos soldi. 1980-yillarda zamonaviy o'qish moslamalariga o'xshash qurilmalar paydo bo'ldi. Ular besunaqay, qimmat va noqulay edi. Haqiqiy elektron kitobni birinchi bo'lib ispan ixtirochisi Ángel Navarro yaratgan. 1992-yili u kitobni diskda elektron shaklda taqdim etdi. Ammo texnologiya ommalashmadi. 2000-yillarga kelib, birinchi elektron siyoh paydo bo'ldi-yu, deyarli haqiqiy qog'ozga o'xshash va ko'zni charchatmaydigan ekranlarni yaratish imkoniyati paydo bo'ldi. Odamlar endi o'zlari bilan og'ir kitoblarni olib yurishmas, hammasi bitta qurilmaga joylangandi. Elektron kitoblarning muvaffaqiyatiga qaramay, qog'oz kitoblar yo'qolib ketmadi. Hali ham ko'pchilik kitobni qog'oz shaklida o'qishni yaxshi ko'radi. Chunki bunday mutolaada o'zgacha zavq bor. Qolaversa, kitobni xohlagan joyda o'qish mumkin. Quvvati tugab qoladi deb cho'chimaysiz. Ko'pchilik uchun esa kitob o'qish bu an'ana. Kimdir uxlashga yotishdan oldin sevimli asarni mutolaa qiladi. Kimdir yaqinlarga kitob sovg'a qilishni yoqtiradi. Kitoblar qanday shaklda bo'lmasin, elektron ko'rinishda bo'ladimi yoki o'zimiz bilgan qog'ozdami, asosiysi mutolaani kamaytirmaylik. Zero kitob o'qigan odam bilimli bo'ladi. Katta loyihalar kichik g'oyalardan boshlanadi degani rost ekan. Oddiy tajriba. Qarang, butun boshli katta kutubxonaga asos bo'lgan. Qoyilman. Agar siz ham kitob o'qishni yaxshi ko'rsangiz, menga o'xshab elektron kitoblarni ham o'qib turing. Shunda kitob javoningizda ham, telefoningizda ham sevimli asaringiz bo'ladi. Yana ko'rishamiz. Bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lish va like bosish esingizdan chiqmasin. Endi esa navbat yana bir qiziqarli savolning javobini bilishga. Agar sizni ham biror bir savol qiziqtirsa, ekranda ko'rsatilgan manzilga yuboring. Assalomu alaykum. Voqea yangiliklar ko'rsating. Yana bitta savol qiziqtiribdi. Keyfonchi ilovalarni lo'loftatadi. Assalomu alaykum bolajonlar. Ilovalarni dasturchilar yaratishadi. Ular odamlarga kerakli bo'lgan yoki qiziq bo'lgan g'oyalarni dasturlarga aylantirishadi. Dasturlarni asosan g'oya muallifi, dizaynerlar hamda dasturchilar yaratishadi. Buning uchun birinchi o'rinda g'oyangiz bo'lishi kerak. Undan keyin g'oyadan kelib chiqib dizaynerlar dizayn qilishadi. Dasturchilar esa bu dizaynerlardan dizaynni olib, mobil ilovalarni yaratishadi, dasturlashadi. Ba'zan bu g'oyalarni muallifi oddiy odamlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni sizda ham qandaydir unikal g'oya bo'ladigan bo'lsa, siz ham dastur yaratsangiz bo'ladi. Imona, uchar mashinada uchib ko'rgan bo'larmiding? Qo'rqinchli emasmi? Men ham uchmaganman, lekin Aziz va Robi bu mashina haqida ko'p narsani bilishadi. Unda navbatni IT yangiliklarga beramiz. Hammaga salom. Avtomobillarga qiziqqanlar uchun ajoyib yangilik. 2026-yilda uchar mashinalar sotuvga chiqariladi. Aircar 2 deb nomlangan bu mashina atiga 80 soniya ichida samolyotga aylanishi mumkin bo'lgan sport kardir. Mashina ishlab chiqarilishi allaqachon boshlab yuborilgan.
Aytishlaricha, qurilma havoga ko'tara olishini isbotlagan. Robbi, bizga u haqida qanday qiziqarli ma'lumotlar aytib bera olasan? Salom do'stlar, uchar mashinaning birinchi versiyasi 2021-yilda parvozni amalga oshirgan va butun dunyo e'tiborini tortgandi. O'shanda uchar mashina shaharlararo parvoz qilib, 45 kilometrlik masofani 35 daqiqada bosib o'tgandi. Ammo bu texnologik tajriba edi. Shunday bo'lsa-da, birinchi uchar mashina keyingi haqiqiysini yaratish uchun asos bo'lib xizmat qildi. Birinchi versiyasida 1.6 litrli dvigatel ishlatilgandi. Ikkinchisida esa u 2 barobar kuchliroq dvigatel bilan almashtirildi. Konstruksiyasi ham mustahkamroq bo'ldi. Ikkinchi versiyasida mashina korpusi sportkarlardagi kabi yaxlit qilib ishlangan. Bu mashinani yerda ham haydasa bo'ladimi yoki faqat parvoz uchunmi? Mashina yerda soatiga 200 km tezlikda harakatlana oladi. Odatiy mashinalardek to'xtash joylariga joylashishi mumkin. Uzunligi bor yo'g'i 5.8 metr. Parvoz qilish uchun esa eng yaqin aerodromga kelish, tugmani bosish va 80 soniyada avtomobil uchishga tayyor bo'lishini kutish kerak xolos. Yonilg'i sifatida oddiy benzin ishlatiladi. To'la bak bilan 1000 kilometrgacha parvoz qilishi mumkin. Kelgusida olimlar benzin o'rniga elektr quvvatidan foydalanishmoqchi. Ajoyib yangilik. Qaniydi meni ham shunaqa uchar mashinam bo'lsa. IT olamidagi so'nggi yangiliklar bilan tanishtirdik. Yana ko'rishguncha do'stlar. Xayr. Kun rosa ham qizdaryapti-ya. Qiziq, bundan ham issiq bo'larmikin? Buni Nargizdan bilib olamiz. Unda navbatni ob-havo yangiliklariga beramiz. Salom, hafta davomida havo o'zgaruvchan bo'lsa ham, yomg'ir yog'ib, shamol esmaydi. Vaqti bilan bulutli havo kuzatilishi mumkin. Harorat 38-40 darajadan yuqori bo'lishi aytilmoqda. Issiqda yengil va qulay kiyim kiying. Bog'larga esa kechki salqinda boring. Yana ko'rishamiz bolalar, xayr. Bu muhim yangiliklarning bu mavsumdagi so'nggi soni edi. Lekin sizlar bilan xayrlashmayapmiz. Biz shunchaki yozgi ta'tilga chiqyapmiz xolos. Sentyabrda esa yana sizlar bilan birga Aqlvoyda ko'rishamiz. Yoz davomida sizni biron bir savol qiziqtirsa, ekranda ko'rsatilgan manzilga yuborishingiz mumkin. Ha, agar siz yashaydigan hududda qiziqarli voqealar, tadbirlar bo'lsa, Ularni telefoningizga videoga olib, bizga yuborishingiz mumkin. eng qiziqarlilari Aqlvoyda namoyish etiladi. Ta'tilni maroqli o'tkazing. Ko'rishguncha, xayr.